Og'zingizni ochib yopgan paytingizda jag' bo'g'imingizda qarsillash bor. Siz buni sababini haligacha bilmaysiz. Keling bu videoda shu haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. O'zi jag' bo'g'imi muammolarini keltirib chiqadigan sabablar yetarlicha. Masalan, og'izdagi tishlarning yo'qligi, butun tanadagi muskullarning to'lisi hamda breketdan keyingi muammolar. Shunga o'xshash muammolar yetarlicha. O'zi aslini olib qaraganda bu muammolarning hammasini bitta videoga sig'dirish ilojisi yo'q. Shuning uchun bularning hammasini alohida video qilib tushuntirib boraman. Jag'laring'izdagi bir necha yo'qotilgan tishlarning o'rni bo'g'imlarga qolaversa, jag'lardagi tishlarning holatiga ham ta'sir qiladi. Ya'ni tishlar surilib ketadi, yo'qotilish darajasigacha olib kelishi mumkin. O'zi aslini olib qaraganda, misol uchun har bitta jag' tarafiga 400 kg dan bosim tushadi. Agar misol uchun aytaylik, sizni o'ng tarafingizda yoki chap tarafingizda 2 dona yo'qotilgan tish o'rni bor. Bu holatda misol uchun o'ng tarafingizga 600 kg, chap tarafingizga 200 kg bosim tushadi. Bundan tashqari bu holatda muskullarni zo'riqishiga olib keladi. Zo'riqqan muskullarning ichiga sut kislotasi yig'iladi. Sut kislotasi esa muskullarni tonusga olib kelib qo'yadi. Mahalliy tilda aytganda muskullar harakatsiz holatga keladi. Aytaylik, misol uchun jag'ni harakatlantiruvchi bir necha muskullar bor. Misol uchun musculus pitrigidis lateralis, masseter, temporalis hamda medialis muskullari bor. Bularning ichida eng asosiysi musculus pitrigidis lateralis hisoblanadi. Chunki musculus pitrigidis lateralis ikki boshli muskul hisoblanadi. Bir boshi bo'g'im diskiga, ikkinchi boshi esa bo'g'im boshchasiga birikkan bo'ladi. Agar aytaylik, musculus pitrigidis yuqori boshi bo'g'im diskiga birikkan bo'lsa, bu holatda muskul harakatsiz holatga kelib qolsa, bo'g'im boshidan bo'g'im diskini tortib oladi. Buni hisobida bo'g'im harakatlanayotgan paytda bo'g'im boshining ustidan disk tushib qoladi. Buni hisobiga og'iz ochib yopilganda bo'g'im boshchasi harakatlanadi hamda tepaga chiqib tushgan hisobiga jag' bo'g'imidan qarsillagan ovoz chiqadi. Qolaversa, buni o'zi emasda juda ham ko'p muammolarni keltirib chiqaradi o'zi emasda. Chunki bo'g'im boshi to'g'ridan-to'g'ri fossa mandibularisga to'g'ridan-to'g'ri harakatchan birikkan hisobiga ishqalanish bo'ladi hamda bo'g'im boshining yemirilish darajasigacha olib kelishi mumkin. Sizlar bilasizlar, misol uchun yelka qismida og'riq bor. Yelka qismida og'riq bo'lsa, nima qilish kerak? Massaj qilish kerak yoki shapatlab 15 sekund urib tursa, bu yerdagi og'riq yo'qoladi. Nimani hisobiga? Bo'g'imda ichiga, muskulning ichiga sut kislotasi yig'iladi. Sut kislotasi nima sababdan yig'iladi? Sut kislotasi harakatsiz bo'lgan muskulning ichiga, qon tomirlarining ichiga sut kislotasi yig'ilib qoladi. Shapatlagan paytda, muskulni massaj qilgan paytda buning ichidan sut kislotasi chiqib ketadi. Shuni hisobiga og'riqlar yo'qoladi. Xuddi shu kabi jag' bo'g'imida ham og'riq paydo bo'ladi. Qachonlardir vaqt o'tgandan keyin jag' bo'g'imida ham og'riq paydo bo'ladi. O'sha paytda misol uchun u musculus pitrigidis lateralis ichkarida bo'lgan hisobiga uni massaj qila olmaymiz yoki shapatla olmaymiz. Shuni hisobiga og'riqni yo'qotish ilojisi yo'q. Og'riq qoldiruvchi dori ichadi, vaqtinchalik ta'sir qiladi. Bunday holatda misol uchun pastki jag'larga kapa qo'yiladi. Kapa qo'yiladi, misol uchun muskul haligi nima desam bo'ladi? Zo'riqib ishlaydida, bemalol holatda ishlagani uchun harakatga keladi. Harakatga kelgani hisobiga ichidagi sut kislotasi tashqariga qarab chiqadi. Shundan keyin muskullardagi og'riqlar yo'qoladi. Hamda jag'dagi jag' ham o'zining pozitsiyasini topib oladi. Misol uchun kapa qo'ygan taqdirda, misol uchun bir taraf 1,5 mm, bir taraf 1 mm qo'yilgan hisobiga jag' ham o'zining pozitsiyasini topadi. Shuni hisobiga jag'dagi muskullar misol uchun yana yaxshi ishlash boshlaydi. Misol uchun pastki jag'da ikkala taraf, o'ng tarafga ham chap tarafga ham bir xil bosim tushadi. 400 kg 400 kg bosim tushadi. Shuni hisobiga keyin og'riq paydo bo'lmaydi, qarsilashlar paydo bo'lmaydi. Agar kapadan keyin chaqlab tishlarga misol uchun koronkalar qo'yiladi. Koronkalar qo'yilgandan keyin bu narsa o'sha umrbod turadi. Umrbod turgandan keyin agar misol uchun sababchi narsani yo'qotmaydigan bo'lsak, eng avvalo misol uchun yo'qotilgan tish o'rnini to'ldirmaydigan bo'lsak yoki misol uchun tanadagi muskullarni o'z holatiga qaytarmaydigan bo'lsak, bu muammo yana takrorlanishi mumkin.